Shunaqa tarbiyali qiz bilan uchrashuvga chiqdim. Fikrlashini eshitdim. Boshpanangiz bormi dedi. Ha dedim. Boqa olasizmi dedi. Ha dedim. Ilm olishimga sharoit qilib bera olasizmi dedi. Ha dedim. Va so'ngida shu gapni aytdiki, sodiq bo'lasizmi dedi. Dedimki, agar rashkim va hurmatim bilan o'ynashilmasa, albatta sodiq qolaman dedim. Uchrashuvimiz so'ngida, "Ey qiz, to'xta" dedim. "Sen bilan qaytib ko'rishamizmi yo'qmi bilmadim, lekin ota-onangga rahmat seni" dedim. Shunday menga qaradi, yerga qarab bitta kuldi, o'girildi ketdi. Jackpotda mana qizlar. Yaxshi qizlar bor. Faqat o'sha yaxshi qizlarga biz loyiq bo'lishimiz kerak. Gap o'shanda. Hammamizga ham mos uchrasin.